Olamdagi eng tuvan temperatura qanchalik? Bu video sizning tasavvuringizni butunlay og'dirib tashlay oladi. 0 Selsiya gradus. Bu suvning suyuq holatdan qattiq holatga o'zgaradigan temperaturasi. 0 dan tuvan 3 Selsiya gradus. Bu Amerikaning qish faslidagi o'ttirish temperaturasi. 0 dan tuvan 9,2 Selsiya gradus. Bu Yaponiya Hokkaido shahrining qish faslidagi temperaturasi. 0 dan tuvan 12,3 Selsiya gradus. Bu Antarktika qit'asining sirtqi yuzida o'lchangan eng yuqori temperatura. 0 dan tuvan 22 Selsiya gradus. Bu Yevropaning qish faslidagi o'ttirish temperaturasi. 0 dan tuvan 30 Selsiya gradus. Bu Sibiriyaning qish faslidagi o'ttirish temperaturasi. 0 dan tuvan 59 Selsiya gradus. Bu Shimoliy qutbning qish faslidagi o'ttirish temperaturasi. 0 dan tuvan 63 Selsiya gradus. Bu Mars yuzining o'ttirish temperaturasi. 0 dan tuvan 120 Selsiya gradus. Bu Quyosh sistemasidagi gaz holatidagi gigant sayyora Yupiter bulut qatlamining o'ttirish temperaturasi. 0 dan tuvan 139 Selsiya gradus. Bu Saturn yuzining o'ttirish temperaturasi. 0 dan tuvan 200 Selsiya gradus. Ko'p sondagi ximiyalik reaksiya to'xtashga boshlaydigan temperatura nuqtasi. 0 dan tuvan 229 Selsiya gradus. Bu Plutonning sirtqi yuzining o'ttirish temperaturasi. 0 dan tuvan 272,5 Selsiya gradus. Bu bo'lsa qaytma kuch tayoqsh tumonligining temperaturasi. 0 dan tuvan 273,5 Selsiya gradus. Bu nazariya jihatdan olam yetkili bo'ladigan eng tuvan temperatura. Bu vaqtda hech qanday molekula yoki element harakatlanmaydi. Bu barliq temperatura o'lchamining eng tuvan temperatura cheki. Bu balkim olamning eng oxirgi yetkili bo'ladigan temperatura nuqtasi bo'lishi mumkin.